Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz va bugungi videoda biz anime olamidagi eng ayanchli tarixga ega bo'lgan Obanai Iguroning to'liq tarixini aytib beraman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Hali bizga Obanaining tarixini animeda ko'rsatishmadi, lekin mangadan buni ko'rishimiz mumkin. Hozir mangadagi Obanaining to'liq tarixini aytib beraman. Obanai boshqa ustunlar bilan birga Muzan bilan jang qilayotgan bo'ladi va Mitsuriga qattiq jarohatlanganda Obanai Mitsuriga qarab, "O'zingni ortiq qiynama, xavotir olma, hammasi joyida" deydi va Obanai ketayotganda Mitsuri ham "Men boraman" deganda boshqa bir o'quvchiga uni qoldirib, "Ehtiyot qil" deydi. Obanai Mitsuri esa yig'lab, "O'lib qolmang" deb baqiradi va Obanai baland ovozda "Iblislar" deb baqiradi va yana kimnidir o'lishini istamayman deydi va Obanai og'zidagi bog'ichini yechib, "Buni qila olmasam, kelajakda bu senga ham zarar berishdan qo'rqaman. Nima bo'lganda ham dastlab men o'lishim shart. Mitsuri, men o'z ehtiyojlari uchun odamlarni o'ldiradigan bir iflos oilaning a'zosiman" degach, uning tarixi boshlanadi va bizga ularning aytishicha 370 yil mobaynida birinchi marta bu oilada o'g'il farzand tug'ilgan ekan. Men tug'ilgan ushbu oilada faqat ayollar bor edi. Esimni tanigandan beri qafasda yashardim. Balki shungami bilmadim. Har kuni men uchun mazali taomlar tayyorlashardi. Men bilan hamisha muloyim bo'lishardi. Onam, opa-singillarim va buvlarim. Bu yerda shamollatish tizimi yo'q edi va turli xil ovqatlar hididan ko'nglim behuzur bo'lardi. Bir kun tunda g'alati va yoqimsiz ovozdan uyg'onib ketdim. Butun vujudim bilan sovuq ter bosdi va shovqin to'xtamaguncha uxlay olmadim. Xuddi kimdir menga tikilib turgandek tuyulardi. 12 yoshga to'lganimda meni havasdan chiqarib olishdi. Meni ko'z qamashtiruvchi va haddan tashqari hashamatli xonaga olib borishdi. Men nazarimda bu yer ilohiy joydek tuyulardi. Ro'paramda esa tanasi yarim ilon bo'lgan ayol iblis menga barqayib turardi. Shu zahoti bu mavjudot o'sha tunda meni kuzatgan sharpa bo'lganini payqadim. O'sha vaqtda iblis nimaligini bilmagan Obanai hali ham o'sha kichkintoy. Biz uning ulg'ayishini uzoq kutgan edik. Ha, mening oilam bo'z boshpanasini bu iblis o'ldirgan odamlar haqlari evaziga qurishgandi va buning evaziga yangi tug'ilgan chaqaloqlar va ayrim bolalarni unga tortiq qilishardi. Mening tirikligim sababi esa g'ayrioddiy ko'zlarim edi. Bu iblis shu sababli ham balog'atga yetmaguncha menga tegmagan. Boshqalar ham uning buyrug'i sababli tirik qolganimni yaxshi bilishgan, lekin bu iblis mening og'zimni ham xuddi unikidek qilib kesishlarini buyurdi. Men ishongan opa-singillarim esa mendan oqqan qonni to'plab o'sha iblis ichishi uchun taqdim etishdi. Qafasga qaytganimda qanday qilib bo'lsa ham bu yerdan qochish yo'llarini izladim. O'g'irlangan to'nog'ich bilan har kuni yog'och panjaralarni o'ya boshlardim. Har kuni dahshatli qo'rquv ostida o'ta boshladi. Agar kimdir buni bilib qolishni o'ylasam, jonim bo'g'zimga tiqilgundek bo'lardi. Men ishonib dardlasha oladigan yagona jonzot qafasimga qayerdandir adash kelib qolgan Kabaroma edi, ya'ni Obanaining iloni. Oxir-oqibat Obanai qochishga muvaffaq bo'ladi, biroq bu iblis Obanaini qidirardi. Agar qo'lga tushsa, uni shu yerdayoq yeb yuborardi. Taqdir hukmi bilan Obanai alanga ustini Rengoku tomonidan qutqarib qolinadi. U meni qutqarib yaqin atrofda daydib yurgan opangga topshirdi, lekin opasi unga qarab, "Hammasi senda bo'ldi" deb baqiradi. Qochib ketganning kasriga hamma o'ldi. Ular endi yo'q. Sen ularni o'ldirding. Jimgina o'tirib seni yeyishga qo'yib berganingda bunday bo'lmasdi. Qotil deydi opasi Obanaiga qarab. Obanai ichida uning ayblovini rad etishga haqqim yo'q edi, biroq uning so'zlari yuragimda chuqur chandiq qoldirdi. Obanai bu haqida umuman o'ylamagandim. Qochib ketishi oilasi uchun azobli bo'lishini bilmagandi. Biroq haqiqat shuki, o'z jonimni saqlash uchun men ularni qurbon qildim deydi Obanai Rengokuga qarab. Ha, shunday. Men asli tug'ilishi kerak bo'lmagan la'natman. Aynan shu tunda Obanai oddiy insonlardek hayot kechira olmasligini angladi. Shu bilan u Rengoku bilan ketadi. Uning to'liq tarixini bilib oldinglar va manga bo'yicha uning tarixi ko'rsatilgach, Obanai Kanrojiga "Men seni sevaman. Agar iblislarsiz dunyoda qayta tug'ilish nasib etsa, qalbimda qolib ketgan gaplarni senga ayta olaman deb umid qilaman" deydi. Va ko'rdinglar, Obanaining barcha opa-singillari, hatto onasi ham uning og'zini keshayotganda qarab turib kesishga ham yordam berishgan. Bu juda ham ayanchli va yomon. Obanai ko'zi tufayli tirik qolgan va agar ko'zi bo'lmaganda yoshligida iblis uni yeb qo'yardi. Obanaining tarixini u bir to'la iblislarga hujum vaqtida ko'rsatishadi. Muzan bilan jangda va uning tarixi
tarixi ko'rsatilgandan so'ng u mardlarcha Mitsuru bilan quchoqlashgan holda o'ladi. Hattoki ularni yosh qizboslar ham ajrata olishmaydi. Shu bilan Obananing tarixi tugaydi va qiziq bo'lsa kanalda Obanay haqida to'liq video chiqaraman. O'zi haqida, kuchlari, ilon nafasi haqida va qiziq bo'lsa barcha hashiralarning tarixini ham aytib beraman. Xullas, Obanay juda ham yomon tarixga ega qahramon. O'zi umuman olganda, Iblislar qotil animesidagi почти barcha qahramonlarning tarixi yomon va ayanchli. Ko'plarining yoshligida ularga iblis hujum qilib oilasini qirib tashlagan. Bugungi videoda sizlar bilan Obanayning to'liq tarixi haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha